Alaykumlar Allah seviye kassasidan bugun 18 may Sankt Peterburgdan Dushanbega mana akalarimiz o'tyapti. Ikkitasi biz dokumentada o'tkazib oldik. Mana hammasi yaxshi. Odam kam, bemalol. Общий 38 ta joyga passajirlar joy olgan. Lekin bilet qilmadi. Akalar endi bilet Qurbon bayram oldiga ko'tariladi bilet. Hammasi yaxshimi? Mana bu taloningiz, qani? Tamom. 52-vxotga borasiz, 11-mesta D. Bizga yana boshqa xizmat yo'qmi? Hammasi yaxshimi? Yana xudo xolasa uchrashamiz. Bo'ldi. Mana Oralayr, hammasi yaxshi. Bu yoqdan telefon qilsa, bu yerdan bilet olaverasiz. Albatta, WhatsAppdan yozsangiz olaveramiz. Mana bu yoqqa tamojnaga kirib ketasiz. Tamom endi. Bu taraf ketamiz. Ha, bu yoqqa kirib ketasiz. Hali ketyapti yo'qmi odamlar? Odamlar ketyapti, tamom. Vale. Ular ketyapti, xo'p. Ana hozir men yana bolalar o'tyapti, ularni o'tkazib olaman. Sizga oq yo'l. Mayli, xo'p. Akalar, Illarala Seviye kassasi adresi ulisa Domenga, dom 27, korpus 1da joylashgan. Bemalol yana murojaat qilaverasizlar. Akalar, Qurbon bayram oldi, biletlar narxi ko'tariladi. Endi qanchaga ko'tariladi, o'zingiz ko'rib turibsizlar, reklamada chiqaryapmiz. Iloji boricha kim uyga ketmoqchi bo'lsa, biletlarni ertaroq xarid qilgan yaxshi.